To'xta. To'xtat. Assalomu alaykum amaki. Va alaykum assalom. Mashinangizni yuvib beraymi? Ko'p pul olmaymi? Toza-ku mashina. Istasangiz ballonlarni qoraytirib beraman. Ozginagina pul bersangiz bo'ldi. Zarur bo'lib qolgan edi-da. Zarurligini bilib turibman. Qani aytchi, nima muammo bo'ldi? Bu yerga chiqishga seni nima majbur qildi? Bu yerga ishlash uchun chiqdim. Dardimni aytib, odamlarning rahmini keltirish uchun emas, mehnatimga yarasha pul bersangiz bo'ldi menga. Haqiqiy o'g'il bola ekansan-ku. Isming nima? Muhammad. Nima qilyapsiz amaki? Unaqa qilmang, meni xijolat qilyapsiz. Bu dunyoga kelib hammadan ko'p yaxshi ko'radigan, butun umri sog'inib o'tadigan, tushimga kirish